Srachniga sotilyapti. Вообще shkalar narxga bosib. Voy, Nodir, voy. Nima sotiladi? Bu sotilmaydi, aka. Tekinga berib yuboriladi, aka. Voy, men sotirib o'rganib qolmanda. Shunchaki mana shu videoga aktiv bo'lib, komment yozib, отправить qilib, like bosganlar berib yuboryapsizmi? Xuddi shunaqa, aka. 10-g'olib shu videodan bo'lasiz. Gap yo'q, sotaroq olaylar. Yo'q, aka. Labz berib qo'yganmiz. Hayit kuniga o'ynaladi, aka. 10 ta g'olib keladi-da. Kalit bitta qutining ichida bo'ladi, o'ziniki tanlov. Nima qilish kerak? Podpisatsiya tashlash kerak. Ha, aktiv bo'lish kerak, like bosib qo'yish kerak, kommentariy yozib, repost qilib, random orqali kompyuter aniqlab beradi g'olibni. Aynan shu videoni keyin ko'p jo'natib, keyin ko'p komment yozsa, like bosganlarni kompyuter avtomatik tanlaydi. Ya'ni qancha ko'p jo'natasiz, qancha ko'p komment yozasiz, siz yutib olasiz. Ozgina mehr berib, vaqt ajratib, ularga yozib tashlang, tarqatib tashlang, jigar. Maza qilib, siz ham bu yog'iga legendarniy Mercedeslarda o'qib yurar ekansiz-da. Gap yo'q. Chimmoy mayonezi nafaqat o'zi zo'r, egasi ham mana shunaqa shedri oldim ekanlar. 10 yil oldin fast food ishlatganimda ham mana shu chimmoy mayonez ishlatardim. O'sha esimga tushib ketdi. Sizda ko'payib ketdi, jigar. Nima deysiz, aka? Alloh baraka bersin. Joninglar sog' bo'lsa, aktiv bo'lib portlatamiz. Kim yutib olar ekan? Menga juda qiziq.